Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilar. Xudo xolasa mana Zarbinitanda navbatda ishimizni yakunlayapmiz. Mana shunda chiroyli fasadlar kerak bo'lsa, mana shunda qilaverasizlar. Bu uyimizni loy blogida ustini terma panellar qilib berdik. Terma panelli gipki ham qilib chiroyli qilib berdik. Bunga mana shunday chiroyli ishlar, fasadlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Travertdan atachinta urib beraveramiz, xudo xolasa chiroyli qilib qo'ldan kelgancha. Yakuniy ishlarimiz bo'lyapti, xudo xolasa. Sokullargacha men